O, bu nihoyat qandaydir bir qishloqqa keldim. Bu yerda do'kon ochsam bo'larmikan? O'zi zo'rg'a qamoqdan qochdim. Mayli, boraveraychi, bir gap bo'lib qolar. Nay. Bu yerlarda qayerdan qursam bo'ladi? Mana bu menimcha mer bo'lsa kerak. Bu yerdan ketgan ma'qul. Bunga yoqmaydi. Balkim politsiya chaqirish ham mumkin. Yo'q boraychi. Mana shu joy juda ham to'g'ri keladi. Bu yerda men ajoyib do'kon quraman va hammaga qurol sotaman. Hammani. Xo'p, endi narsalarni qurishni boshlaymiz. Xo'p, bu yoqdan narsani olib kelay. Kompyuter o'ynash ham jonga tegdi. Qishloqda nima gaplar ekan? Barcha salomlashlar, tuzimsizlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan yana men Niko. Plus yangi videoroligimizga xush kelibsizlar. Valla har doimgidek qishloq hayoti, lekin tashqaridan qandaydir bir ovozlar kelyapti. Jitellar terilib olgan qatgadir. Bilmadim, hozir ko'ramiz hammasiga. Lekin birinchi navbatda fermaga qarab olishimiz kerak. Video boshlanishidan oldin like bilan obunani bosib qo'yish. Esinglardan chiqmasin, davay. Hoppa. Xullas, fermaga ham qarab olamiz. Obunashlar o'zingizlar nimaga ham yaxshimisizlar? Qandaydir achigan kartoshka chiqdi. Yana yangi tong va men yana O'tirmayapman. Nima gap? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi. Akacha qishloqqa qaytdim. Endi aytmoqchi edim. Bu qishloq sog'inib ketgandim. To'g'risi, anchadan beri bu qishloqqa kelmagandim boru. 5 oydan berimi yo'qdingiz, qadrlarda yuribsiz siz shunaqa qilib. Men boshqa bir qit'alarga borib, o'sha yerda o'zimni boshqa narsalarda sinab ko'rdim, lekin o'ylab qarasam o'zbekchiligiga to'g'ri kelmasga, shuning uchun qishloqqa qaytib yana qishloqqa davom ettirishga qaror qildim. Mayli. Bo'lmasam, Odilbek aka shundoq men fermaga qarab olay, keyin bizdan suhbatlashamiz. Aytmoqchi, mana u qanaqa uy bilmaysizmi? Yo'q, kelganimda yo'q shekilli bu. Qachon paydo bo'lib qolishga ulgurdi. Balaga shuncha jitellar bu yerda nima qotdi? Mayli. Ahamiyat bermaymiz. Qanaqadir do'konga. Xullas. Senlar mana shunaqa narsani sotib olasanlar, tushundingmi? Kim bo'ldi bu? Kelinglar mana yangigina do'konimizga. Uzr. Voy. Ta'mirlov. Xullas, kelinglar, mana shu yerda bizda narsalarimiz bor, hamma narsani sotib olishinglar mumkin. Xullas, sotib olasanlar, tushunishdingmi? Bo'lmasam nima bo'ladi? Bo'lmasam otib tashlayman. Qanday tushun? Uzr brat, uzr basharangizga ketmonim uchib ketdi. Uzr, bo'ldi. Sorry brat. Qilamiz Niko. Pul topsak sotib olamiz ya. Mayli. Aytmoqchi, bu jitellar nimaga turibdi? Bular narsa sotib olishga majburlayman. Borish bo'pti. Mayli. Odilbek aka, shu-yerda merga aytish kerakmi deyman-da. Yoki bilmadim, uyda bir eski arqon qolsangiz, kiyimlarni, yenglarni bir-biriga ulab turib arqon yasab so'ramizmi deyman. Cho'ta bu bola yomon-ku. Gapirmang. Mayli, yo'g'imda qishloqqa qarayotgan ekansiz, nimadir qo'rqmasiz bo'lmaydi o'zingiz. Hozir mana shularni tashab chiqay, keyin merga aytamiz. Agar mer indamasa, keyin birorta chorani ko'rishimiz kerak bo'ladi. Men ham mer bilan bitta shundoq ko'rishib kelaychi, jigar bilan ko'rishmaganimga. Men ham ketaman, davay. Ketdi, mer bilan ko'rishib kelaychi. Bo'ldi. Tak. Assalomu alaykum. Jigar, nima gap? Tuzumsiz, charchamayapsizmi? Mana Niko meni olib keldi. O'tir. Voy, qanlaysan? Bu yerlarda nima shabollar churibsan? Yaxshiman, rahmat. Yana cho'tga ko'chib keldim. Baribir shu ona qishloq zo'rda, to'g'rimi Niko? O'zingizchi. Xullas, mer, anavi bo'layotgan ishlarni bilmayapsizmi siz? Yo'q, qanday ishlar bo'lyapti ekan? Ana u yerda qandaydir bir qamoqdan qochgan mahbus o'zini magazinini quribdi, ana tasdiqlovchi ham bor. Xullas, mana shuni qamatish kerak buni. Yana yetmaganiga majburlayapti. Qanaqadir psixopat, yomon asabim chiqardi. Borib basharasiga ketmonimni otib olishga ulgurdim. Qo'lida quroli ham bor. Balkim politsiyaga telefon qilarmiz. Hozir ikkalamiz ham bir o'limdan qolib kelyapti. Sal qolsa sotib olmoqchi edi. To'g'rirog'i sotib olishga majbur qilmoqchi edi. Ukalarim, tez yo'qolib qolish hozir vashshe yoqmayapsizlar. Nima degani bu gap? Men unaqa oddiy narsalarga vaqtim yo'q. Men hozir
Oq ko'ylak sotib olyapman bitta brat reklama qilgan ekan. Voy. Umar bu bilan qattiq shug'ullanish kerak. Boring boshimga o'tirib olsaring. Ashodilboni ham qamatish kerak edi. Xo'p. Odilbek ham bilmadimmi, lekin mana anavi hozir qamatish kerak. Mayli, siz yordam bermasiz, o'zim politsiyaga telefon qilaman. Bilganingizni. Bo'pti. Balaki, to'g'rini ishlar, politsiyaga telefon qilish kerak endi. Hozir bu hammani o'ldirib yuboradi. Mayli. 9 Odilbekga qayerga o'qib qoldi? Mayli. 911 ga telefon qilamiz. 911. Kdo ketyapti? Allo, eshitaman. Bu politsiyami? Ha. Sizga qanday yordam bera olaman? Xullas, 13 qishloqda qandaydir bir qamoqdan qochib ketgan mahbus magazin ochib qurol sotyapti hammaga. Qurol. Yaxshi, lekin bugun bora olmaymiz. Kechga borishimiz mumkin. Kechga? Bu yerda hozir mana bu odam hamma yo'qni anaqa dabdalasini chiqarib yuboradi. Tezroq kelinglar. Qanaqa kechasi? Ukam, boshda ortma. Xullas 5 soatdan keyin vaqtimiz bor, bo'lmasam yo'q. Voy palakat. Mayli. Bratishka, bu yoqqa yuring tez. Tez bu yoqqa yuring, bratishka yuring. Nima qildingiz? Politsiyaga qo'ng'iroq qildingizmi? Kim otdimi? Meram politsiyam umuman yordam berisha olmas ekan. Mer yomasam chiqardi. Ko'rdingizku, tosh otib oynasini sindirdim. Yana bir marta sam chiqarsa, qolgan oynalarni ham sindirib yuboraman. Bu yerda maslahat toshi bo'lishi kerak edi. Bro, qari bu yerdan chiqib ketdi tez. Yo'qol, qish. Bunga mumkin emas lekin, bratishka buni chiqarib yuborish kerak. Jitel bo'pti chiqibdi. Mayli. Mayli, turarsan. Xullas nima bo'ldi? Bratishka tanishing. Bu eski do'stim Ahmad Jitel. O'zi tanishsanglar kerak, chunki bu yerda taniyman. Salom, jigar, nima gap, Niko, tinchmi, charchamayapsizmi? Yaxshi, Odilboy, nima gap, tinchmi? Yaxshi, rahmat. Xullas kalom Niko. Ahmad Jitel men sizga aytmaganman, oldindan bizlarning bitta temalarimiz bo'ladi. Qanaqa tema desiz, qurol bilan oldi sottilari bizga tekinga qilib beradi. Ya'ni bizga qurol topib berishda yordam beradi. Agarda hech kim bizga yordam bermasa, bu masalani o'zimiz hal qilsak bo'ladi. Lekin bitta nosi bor. Faqat 911 da aralashtirmagan holatda. Mayli. Juda ham soz. Bo'lmasa men sizlarga qurol topib beraman. Faqat qurol 2 soat ichida paydo bo'ladi. Ungacha esa o'zinglar uni nimadir qilib yo'q qilishga harakat qilinglar. Agar iloji bo'lmasa, oxirgi imkoniyatda men sizlarni qurol bilan ta'minlashim mumkin. Aytgancha, choydan ichinglar. Yo'q, rahmat. Men-ku choy ichmayman. Lekin bizda ham yana bitta no tomoni bor-da. Qarshimasizmi sizlar bir ish qilsam? Yo'q, nima qilasiz? Birachka, eshikni ochingda bir qadam orqaga tashing, please. Mayli. Oh shit. Bo'ldi. Bu narsa bo'lishini bilardim. Men ham bilardim, hamma bilardi. Bo'lmasam kelishdikmi? Dasturxon ustida gaplashib oldik-a? Yo'q, sizlar вообще zo'r odam ekansizlar. Birachka, ishoning, короче, men boru Yevropada turgan paytda ichkariga kirib qoldim-da, ichkari biroz meni o'zgartirib yubordi, kechasizmi? Hozir oldinga Odilboy emas, hozir bularni yuzim ko'zim deb o'tiradigan boram, tir shapaloq beriladi, bo'ldi, birachka. Yit qamaladi, chiqadi. Mayli, ketdi. Hozir qurolni qayerdan olamiz shunaqa? Qurolni birachka hali aniq emas. 2 soatda hal qilib beraman dedi. Ungacha esa hech qanaqangi otishmalarsiz, o'limlarsiz hal qilaylik davomida. Voy, mana bu jitillarni palakat. Hammasi yerga qarab turgan, bor xuddi burchakka turg'izib qo'ygan bolaga o'xshab. Men brat yana keldi, bor, xitqordi. Ismi nima o'zi, birachka? Bilmadim. Janob, siz ismingiz nima? Meni ismim. Nima qilasan meni ismimni? Qamat borsang yeri-a? Qamat olmaysan baribir. Falokat, vashchi, brata, burni osmonda, Vashchi ekan, Brat, ishoning, agar mana shu do'koningizni hozir rasmiy qilmasangiz, jitillarni qo'yib Judayam zirikib ketdi. Soatni ichib oldi. Achka. Achka, uzr, ming bor uzr. I am so sorry. Eshigingiz yopiq ekan. Shuncha chaqirdim, eshitmadingiz. Kompyuter o'ynab, nima bola qizchalar bilan gaplashib o'tirsizmi, oching eshikni. Bo'ldi, hozir ochaman. Kalit qattali. Xonani ham qorong'i qo'yibsiz. Mana, kechqurun 1 bo'ldi soat. Endi uxlayman deb turdim. Yuring.
bro, yaxshi, rahmat. Hozir so'rashga anaqa bo'ldi, fakirlarni o'chiramiz, ketdik. Qorong'uda biz shpionlarcha ish qilyapmiz, birachki, tushunasizmi? Sal Oh. tushunsangiz cho'g'dami bunday. Hop, Piyoda hozir yuramiz. qayerga ketamiz shunaqa? Yuravering, hop deb. Hop, mayli, mayli, mayli. Atrofda yaxshilab ko'zdan kechiramiz. Oh. Hech kim yo'q, otlardan tashqari. Xo'p, birachki hozir emas ekan, atrofga nazar solib qarab turaman. Siz esa mana buni ko'ryapsizmi, mana bu narsani? Oh. Shuni sindirib, Voy. sandiq ichidagi narsani olasiz. Mayli, mayli, mayli. Vau. Qani bo'ling birachki. TNT bor ekan. Oldim, Da, oldim, oling. oldim. Teng bo'lishamiz ularni. Ha? Tashing. Yarimi, mana. Faqat bitta narsa, bu narsani ana jitildan olganimizni hech kim bilmadi, tushundingizmi? Qani ketdik. Bo'ldi. Tak. Oh, mana jitil bor ekan, ehtiyot bo'lamiz, piyoda aylanib o'tamiz. Nima gap o'zi? Nima qilib o'tiribsiz uyda? Ya, kechqurun birdan nima qilishmi? Qilbika? Endi uxlayman deb turdim. Vrachga, menda dahshat davo ham bor. Agarda bu narsaga politsiya aralashadigan bo'lsa, siz politsiyani chaqirdim dedingiz, to'g'rimi? Lekin kelmadi. Ha? Kecha kelaman Oh. degandi, lekin kech bo'lganda ham kelmadi. Bu narsani o'zimiz hal qilamiz. Okey. Tak, sizda kirkalar topilmaydimi buda? Kirka bor, hozir olib kelaman. Buni sizlar hozir Davay. bo'yicha qaytgani uchun like bosib qo'yinglar. Shundoq. Harakatlarni ham ochilmayapti, la'nat. Ochilib qo'yingchi. Qilishni ham olib qo'yamiz. Hozir bo'yicha mana kirka Men bu bor. narsani parda deb o'ylagandim. Xullas, mashina sindirishingiz kerak. Ichkaridan u bor, Mahfuz. Voy balakat, ichkarida bor. Unda to'xtang, unda. Asta-sekin siz bombalarni olib qoling, menga kirkani bering. Mana. Yaxshi. Tak, hozir shoshmasdan. Bo'ldi. Mashinaga qo'ying bombani. Sezib qolmasin. Yaxshi, bu yoqqa sezmaydi, ishonavering. Teshib chiqaman, o'sha joyga bombalarni qo'yib chiqing. Nimani hozir? Pashanimi? Mayli. Qayerga qo'y yana? Mana bu yerga. Hozir qo'ysiz, yaxshi. Bu yoqqa ham. Mana Pashalar Bu yoqqa. sen ko'payib ketibdi-da. barakat birachga biz sezib qolish mumkin. Endi, la'nati, uzr. Endi mana buni olasizda bir amallab yoqib chiqasiz. Men esa tepaga chiqib uni kuzataman. To'xtang. Ketdi. Tot bo'ling. Mayli bo'lmasa O'tirbeka, rahmat sizga mana bu tantanlaringizni olib qo'ying. Mayli. Bugun juda ham charchadim, to'g'risi. Mayli uyga kiring, endi uxlasak ham bo'ladi. Charchamang. Ha, mayli, charchamang, gaplashamiz. Yaxshi. Voy. Obunachilar, xullas bugun video roligimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Biz hammaga xayr.